Mana shu kecha kunduzda Redmi Note 17 Pro Max internetni portlatayotgan model. Hozir ochib buni o'yinda gaming test qilib ko'ramiz. Galovka 100 wattli chiqadi bunda. Mana sketchat qilyapti hozir. Ko'rinishi jemchukka ham o'xshab ketadi, oqsa oq, xullas yangi rangi. Lekin kamerasi yaxshi ekan. Shunga olishi yaxshi sinovliga. Hozir mana qora rangidan ham ochdik-da bitta. PUBG da profilni ulab test qilib ko'ramiz. Mana PUBG da grafikasini ko'rsanglar bo'ladi. Qimillab ochish ko'p. Mana grafikasi yomon emas, qotilish umuman yo'q. Lekin unaqa katta FPS kutish kerak emas bu modelda. Buni protsessori byudjetli protsessor bo'lgani uchun maksimum 90 FPS ochadi. Sredniy 60 dan 90 gacha ochib beradi. Agar imonni o'yin uchun olaman desangiz, batareykasi, rostokasi zo'r. Lekin 120 FPS ochsa kerak deb o'ylab olishni maslahat bermayman. Maksimum 90 dan o'rtacha 60 gacha ochib beradi.